Milliarderlarga mentorlik qilgan yillarim davomida shuni aniq tushunib yetdimki, ularning ko'pchiligi aslida baxtsiz. Ostida samolyotlari, dengizda yaxtalari, dabdabali qasrlari bor. Bir so'z bilan aytganda dunyo muvaffaqiyat deb atagan hamma narsaga ega. Lekin ular yolg'iz. Ularning aksariyati kasalmand. O'zini o'zi jazolaydigan darajada ichidan kemirilgan. Puli ko'p, bu hayotida boshqa hech vaqosi yo'q. Chinakamiga qadrlash kerak bo'lgan boylikning 8 turi bor. Birinchisi rivojlanish. Agar har kuni o'zingizda ishlayotgan bo'lsangiz, ichki imkoniyatlaringizni, iste'dod va kuchli taraflaringizni kashf qilayotgan bo'lsangiz, bu har qanday puldan qimmat turadigan sarmoyadir. Ikkinchisi salomatlik. Buni tushunish uchun kishining sog'lig'ini yo'qotishning o'zi kifoya. Shundan keyin undan boshqa hech narsa qiziq bo'lmay qoladi. Shuning uchun quvvatni oshirish, uzoq yashash, to'g'ri ovqatlanish, sport va yaxshi dam olish bu eng katta boylik. Uchinchisi oila va yaqinlar. Studiyadagi ishlarim tugashi bilan onamning yoniga oshiqaman. London ko'chalarida birga sayr qilamiz. Menga bu dunyodagi har qanday muvaffaqiyatdan ko'ra ming chandon qadrliroq. To'rtinchisi o'z kasbining ustasi bo'lish. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, xoh haydovchi, xoh muhandis, har qanday halol mehnatning qadri bor. Qaysi ishni qilsangiz ham unga shunchaki tirikchilik deb emas, san'at deb qarang va mukammallikka intiling. Bu sizga haqiqiy halovat keltiradi. Beshinchisi shubhasiz pul. Pul zarur albatta, u erkinlik beradi, mas'uliyatni bajarishga, yaqinlarimizga va muhtojlarga yaxshilik qilishga yordam beradi. Oltinchisi atrof muhit. Biz kim bilan ko'p gaplashsak, o'shanga aylanib qolamiz. Shuning uchun atrofingizni yaxshi odamlar bilan to'ldiring. Energiya so'rovchi zombilardan, maqsadlaringizni o'g'irlaydigan kimsalardan uzoqlashing va hayotingizga quvonch olib keladigan insonlarni yig'ing. Robin Sharma ong, tana va tafakkurni takomillashtirish uchun 30 kunlik dastur ishlab chiqqan. Uning nomi Super Hayot. Uni xarid qilish uchun izohlarda Super Hayot deb yozib qoldiring.